Sizmi o'sha Gentra bilan 10X ta solishtirayotgan? Tinchlikmi uka? Hozir 10X ta sizga ko'rsatib qo'yaman. Ha, o'tgan safargi videoda ko'pchilik Gentrani tanlabdi-yu, adolat bormi? 10X ta ancha-muncha funksiyasini aytmabsizlar-ku. Qanaqa funksiyasi bo'lishi mumkin? Konserva bankan uka. Men bitta aytaman, siz yaxshilab yozib oling. Pultini aytib o'tirmayman, buni bosishingiz ham shart emas. Mana, 5 pul do'stopi bor, chetda o'zini ochaverasiz. Pulga monitor qo'yib yuribsizlar-da. Zavodskoy kameralargacha bor. U eshitdingizmi? Parktronigi bor, hamma o'rindiqda isitish tizimi, klimat kontrollarigacha bor. To'xtang, ustalarga iltimos, siz ham cruise kontrolni qo'yib berishalmaydi. Dashi bor-ku, ko'milga qo'ysa bo'ladi-yu. Zato Muhammad Rizo O'zbekiston bo'yicha eng ko'p tuningga pul sarflaydigan qora Gentra bo'ladi. To'g'ri, chunki 10X ga tuning shart emas, o'zini avtoparkovkalarigacha bor. Sizlar Amerikanga qo'yasizlar-ku, mabodo aytib ketay, o'zini farazida lupa bo'ladi. Muhammad Rizo Gentraga hech qachon chegirma berilmagan. Odamlar olaman deb yillab o'chirta turishgan. Buni bo'lsa любой payt даже 50% ni to'lab olib ketsangiz bo'ladi. Endi shunaqa-yu, buni 100 km yuradigan benzini bilan bu 200 km yuradi-da. Zato bu benzin tanlamaydi. 80 da ham yuraveradi-yu. Xo'p, razgonichi bu даже Malibularga yetib oladi deyapti-yu. Endi ham shuncha qulayligidan keyin hamma menimcha bor 10X tanlaydi. Keling buni xalqdan o'zidan so'raymiz. Kommentariyada xolis yozib ketinglar, 10X yaxshimi yoki Gentrami? Baribir hamma 10X tanlaydi. Shuning uchun videoni Gentrachilarga jo'natib qo'yinglar. Baribir qora Gentra legenda.